Dushmanni yo'q qilish emas, uni bo'ysundirish va kuchingni tan oldirish eng katta g'alaba. Стекала с гуся вода с двумя головами. Tasavvur qiling, bir necha yildan keyin O'zbekistonning asosiy zavodlari, eng muhim yo'llari, strategik yer resurslari hammasi Xitoy bilan bog'liq. Biz iqtisodiy ham texnologik jihatdan Xitoyga qaram bo'lib qolamiz. Bu dahshatli. Siz Xitoyning tarixdagi qilgan hiylalarni bilasizmi? Eng qo'rqinchlisi ularni bizga qarshi ishlatishi mumkin. Ishlatadi ham, agar biz ko'zimizni ochmasak. Guardian Worms degan bir qurt bor, parazit. Boshda sezdirmasdan va zarar yetkazmasdan hasharot ichiga joylashadi. Vaqt mobaynida uni ichini kemirib, uni asab tizimiga ta'sir qiladi va hasharotni zombi kabi o'ziga bo'ysundiradi. Parazit nima xohlasa, hasharot xuddi o'sha ishni qiladi. Uni ichini kemirib bo'lgandan keyin parazit hasharotni ichini tark etadi. Hasharot esa o'ladi. Usiz yashalmaydi. Biz ham xuddi shunaqangi hasharot bo'lib qolmasligimiz kerak. Parazitlarga o'zimizni berib qo'ymasligimiz kerak. Tushuntirishim shart emas, hamma guvohi bo'lib turibdi. Hamma joyda Xitoyliklar va yana Xitoyliklar. Xitoyliklar o'zi O'zbekistonga nimaga kelyapti? Ularni bu yerga kelishiga bir necha sabablar bor. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar kuchayib bormoqda. Xitoy kompaniyalari yirik loyihalarda qatnashib, zavodlar, fabrikalar quryapti. Shu sababli xitoylik mutaxassislar va ishchilar O'zbekistonga kelmoqda. Ayrim xitoylik ishchilar qurilish, sanoat va qishloq xo'jaligi sohalarida ishlash uchun kelgan bo'lsa, ba'zilari uzoq muddatda qolish uchun. Xitoy universitetlarida o'qigan o'zbekistonlik talabalar ko'p. Xitoy ham O'zbekistondagi ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilmoqda. Bu ham aloqalarni mustahkamlab odamlar almashinuviga sabab bo'ladi. Xitoy Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy va siyosiy jihatdan yaqinlashyapti. O'zbekiston ham bu jarayonda faol ishtirok etmoqda. Xitoy dunyoning eng yirik iqtisodiy kuchlaridan biri va u tabiiy resurslar, yangi bozorlar va geosiyosiy ta'sir doirasini kengaytirishga harakat qiladi. O'zbekiston bu borada muhim mamlakat. Sababi bizda gaz, neft, uran va boshqa muhim resurslar ko'p. Xitoyning bir makon, bir yo'l loyihasi doirasida O'zbekiston muhim tranzit mamlakat. O'zbekiston 37 milliondan ko'p aholiga ega bo'lib, Xitoy mahsulotlari uchun yirik bozor hisoblanadi. Bu videoda Xitoyning bizga qilishi mumkin bo'lgan hiylalari va unga qarshi choralar, shu ketishda davlatimizga va bizga qanday foyda keltirishi mumkin yoki qanday zarar keltirishi mumkin. Xitoy hech qachon tarixdagi dushmanlarni unutmagan. Bizning bobomiz Amir Temur Xitoyga yurish qilganini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Mavzu aynan shular haqida aniq faktlar va shaxsiy fikrlar bilan to'liq ma'lumot beraman. Video hammaga yetib borish kerak. Buning uchun o'z hissingizni qo'shing. Ya'ni like bosing, do'stlarga ulashing va keyingi videolarda o'tkazib yubormaslik uchun Xarizmatik kanaliga obuna bo'ling. Yaqin kelajakda bizni nimalar kutmoqda? Xitoy bizni egallab olishi mumkinmi? Mumkin. Kamina Jasur Firunzayev alternativ yechimlarni taklif qiladi. Xo'sh, Xitoyning O'zbekistonga kirib kelishi faqatgina xavfmi yoki bundan foydali taraflari ham bormi? Keling birinchi Xitoyning bizga mumkin bo'lgan foydali taraflarini ko'rib chiqamiz. Xitoy O'zbekistonga milliardlab dollar investitsiya kiritmoqda. Bu degani yangi zavodlar, fabrikalar, biznes markazlari ochiladi. Natijada minglab o'zbekistonliklar ish bilan ta'minlanadi. Masalan, Angren, Jizzax va Toshkentdagi sanoat zonalarida Xitoy kompaniyalari ishlab chiqarish quvvatini oshirmoqda. Qurilish, muhandislik va ishlab chiqarish sohalarida yangi ish o'rinlari paydo bo'ladi. Misol, O'zbekiston va Xitoy hamkorligida qurilgan avtomobil zavodlari, elektronika va to'qimachilik fabrikalari ishga tushirilmoqda. Xitoy dunyodagi eng arzon va samarali texnologiyalarni yetkazib beruvchi mamlakatlardan biri. O'zbekiston Xitoydan zamonaviy 5G tarmoqlari, yuqori texnologiyali metro va temir yo'l infratuzilmasini olmoqda. Sun'iy intellekt, smart shaharlar, kuzatuv tizimlari va ekologik transport turlari rivojlanyapti. Misol, Toshkent shahrida Xitoyning Huawei va ZTE kompaniyalari orqali 5G internet texnologiyasi sinovdan o'tkazildi. O'zbekiston o'z mahsulotlarini Xitoyga eksport qilish orqali katta daromad olishi mumkin. Xitoy Markaziy Osiyoning eng yirik savdo hamkorlaridan biri bo'lib, bizning qishloq xo'jaligi va to'qimachilik mahsulotlarimizga katta qiziqish bildiradi. Paxta, meva, sabzavot, avtomobil qismlari va boshqa mahsulotlar Xitoy bozorida o'z o'rnini egallayapti. Misol, O'zbekiston Xitoyga yong'oq, gilos va boshqa mahsulotlarni eksport qilishni kengaytirgan. Bu fermerlar uchun yangi daromad manbai. Xitoy O'zbekistonda yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirmoqda. Yangi avtomobil yo'llari, temir yo'llar, metro liniyasi va aeroportlar Xitoy investorlari yordamida barpo etilmoqda.
O'zbekiston Xitoy orqali dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Bu esa xalqaro savdoni osonlashtiradi. Misol, Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li liniyasi amalga oshsa, O'zbekiston Osiyo va Yevropa bozoriga tezroq chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xitoydan sayyohlar kelishi O'zbekistonda turizm sanoatini rivojlantiradi. Xitoy investorlarning mehmonxona, restoran va sayyohlik agentliklariga sarmoya kiritishi yangi ish o'rinlarini yaratadi. O'zbekistonlik yoshlar Xitoy universitetlarida o'qish va ilmiy almashinuv dasturlarida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Misol, Samarqand va Buxoroda Xitoy sayyohlariga xizmat ko'rsatadigan yangi mehmonxona qurilmoqda. Ko'rib turganingizdek, Xitoy bilan hamkorlik O'zbekiston uchun katta foyda keltiradi. Lekin bu biz uchun foydalimi? Yo'q. Hozir biz faqat foydali taraflarni ko'rdik. Endi bizga qilishi mumkin bo'lgan yomon strategiyalarni ko'rib chiqishimiz kerak. Qaysi mavzuda gapirsam videoni to'xtatib o'sha mavzuga oid fikringizni yozib qo'yish albatta esdan chiqmasin. Bu muhim. Xitoy bilan hamkorlikni foydali taraflarini ko'rdik, lekin tarixga qarasak, Xitoy har doim o'z manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ygan. Xo'sh, Xitoy bizga qanday xavf tug'dirishi mumkin? O'zbekiston nimalarni yo'qotishi mumkin? Keling shu savollarga javob qidiramiz. Xitoy ko'plab mamlakatlarga katta miqdorda kredit beradi, ammo bu davlatlar o'z vaqtida kreditni to'lay olmay, o'z hududini Xitoyga berishga majbur bo'ladi. Aniq misol, Shri Lanka hukumati 2007-yilda Xitoydan 1 milliard 100 million dollar miqdorida qarz olib, Hambantota portini qurishni boshlagan. Port iqtisodiy jihatdan o'zini qoplay olmadi va Shri Lanka qarzini qaytara olmay qoldi. 2017-yilda Shri Lanka hukumati Xitoyga shu portni 99 yilga ijaraga berishga majbur bo'ldi. Xitoyliklar 10 yil sabr qildi va tekinga ulkan joyni 100 yilga tortib oldi. Bergan milliard pullari esa o'sha joyni o'ziga sarflangan. Obba Xitoylilari. Ushbu kelishuv natijasida Xitoy portni to'liq nazoratiga oldi. Bu xalqaro miqyosda qarz tuzog'i diplomatiyasi sifatida baholandi. Bu voqea ko'plab boshqa rivojlangan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston uchun ham saboq bo'lishi kerak. Chunki agar Xitoydan katta miqdorda qarz olinib va o'z vaqtida to'lanmasa, strategik infratuzilma obyektlari qo'ldan ketishi mumkin. Misol, O'zbekiston Xitoydan katta miqdorda kredit olib uni qaytara olmasa, bizning katta miqdordagi infratuzilma loyihalarimiz Xitoyning nazoratiga o'tib ketishi mumkin. Xitoy katta miqdorda investitsiyalar kiritayotgani bilan o'sha zavod yoki fabrikalarda ishlash uchun o'zbekistonliklarni emas, xitoyliklarni chaqiradi. Bu esa mahalliy aholi uchun ish o'rinlarini sezilarli darajada kamaytiradi. O'zbekistonlik tadbirkorlar Xitoy mahsulotlari bilan raqobatlasha olmaydi. Bu mahalliy biznes rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. O'rtacha o'zbekistonlik Xitoy bozorida o'z tovarlarini sotolmaydi, chunki Xitoy o'z tovarlarini himoya qilish uchun chegarada to'siqlar qo'yadi. Misol, bu Afrikada Xitoy kompaniyalari tomonidan amalga oshirilgan yirik infratuzilma loyihalaridan biri. Zambiya miskonlari va Keniya temir yo'llari bilan bog'liq. 2000-yillardan boshlab Xitoy kompaniyalari Zambiyaning mis sanoatiga katta investitsiyalar kiritdi. Biroq mahalliy ishchilarga nisbatan og'ir sharoitlarda ishlash majburligi, ish haqining pastligi va ishdan ommaviy bo'shatishlar natijasida norozilik kuchaydi. 2010-yilda Zambiya miskonlarida ishlovchi ishchilar norozilik namoyishlarini o'tkazdi. Natijada Xitoy boshqaruvidagi konlarda tartibsizliklar yuzaga keldi. Xitoy tomonidan moliyalashtirilgan 3,6 milliard dollarlik temir yo'l liniyasi qurilish jarayonida 90% dan ortiq ishchilar Xitoydan olib kelingan. Mahalliy kadrlar esa asosiy ishlarga jalb qilinmagan. Bu esa Keniya fuqarolari orasida katta norozilikka sabab bo'ldi. Bu kabi holatlar Afrikaning boshqa mamlakatlarida ham takrorlangan. Agar O'zbekiston Xitoydan yirik investitsiyalar jalb etsa, lekin mahalliy ishchilarga yetarlicha imkoniyat berilmasa, katta ehtimol bilan o'zbek fuqarolari ham shunday muammoga duch keladi. Bugungi kunda O'zbekistonga kelayotgan Xitoy fuqarolarining soni ortib bormoqda. Agar bu nazorat qilinmasa, kelajakda ular o'z resurslarini joylashtirib, mahalliy aholi bilan aralashib ketadi. Ertaga sovchi qo'yadi bular. Qiz chiqaradi, shunda ular xitoycha ism qo'yadimi yoki o'zbekcha? Ba'zi tarixiy misollar shuni ko'rsatadiki, xitoylik muhojirlar vaqt o'tishi bilan iqtisodiy va siyosatda o'zini o'rnini topishga harakat qiladi. Xitoylik fuqarolar agar O'zbekistonda uy-joy sotib olishni boshlasa, bu mahalliy aholi uchun qimmatlashuv va uy-joy yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Shunda bizdan qurram yigit 30-40 yildan keyin nevarasiga biz bir paytlar 10-20 sotixli yerlarda maza qilib yashardik deb erta o'qib berishi mumkin.
Misol 2016-yilda Qozog'istonda Xitoy kompaniyalariga yer sotilishiga qarshi yirik norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan. Hukumat 1.7 million gektar qishloq xo'jaligi yerlarini chet elliklarga ijaraga berish rejasini e'lon qilganda, ko'plab qozog'istonliklar bu yerlar asosan Xitoy kompaniyalariga o'tishidan xavotir bildirgan. Natijada namoyishlar avj oldi va hukumat bu qarorni qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ldi. Xitoy texnologiyalar bo'yicha dunyoda yetakchi davlatlardan biri, ammo u nafaqat innovatsiyalar yaratadi, balki ularni kuzatuv va nazorat uchun ham ishlatadi. Xitoy O'zbekistonda aqlli shahar loyihasini amalga oshirishga harakat qilmoqda. Bu esa katta kuzatuv tizimini o'rnatish bilan bog'liq. Xitoy kompaniyalari O'zbekistonning ma'lumotlarini to'plash va kuzatishga urinishi mumkin. Misol, Xitoyda har bir fuqaro yuzni tanish tizimi orqali kuzatiladi. Ijtimoiy kredit reytingi joriy etilgan. O'zbekistonda ham kelajakda shunday tizimlar o'rnatilishi mumkin. Xitoyning iqtisodiy ta'siri ortgan sari uning madaniy ta'siri ham ortib boradi. O'z tili o'rniga Xitoy tilini o'rganishga majburlash boshlangan davlatlar bor. O'zini iqtisodiy va madaniy ta'sirini kuchaytirish uchun Xitoy o'z tilini majburlab boshqa davlatlarga kiritishga harakat qilyapti. Bu jarayon asosan Afrika va Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida kuzatilyapti. Afrika, Kongo, Janubiy Afrika va Nigeriya. 2019-yilda Kongo Demokratik Respublikasi va Janubiy Afrika Xitoy bilan ta'lim sohasida hamkorlikni kengaytirish bo'yicha kelishuv imzoladi. Natijada ayrim maktablarda Xitoy tili asosiy chet tili sifatida kiritildi. Nigeriyada 2021-yildan boshlab boshlang'ich maktablarda Xitoy tili majburiy fan sifatida o'qish qarori qabul qilindi. Bu qaror Xitoyning Nigeriyaga kiritgan katta sarmoyasi natijasida yuzaga kelgan. Janubiy Sharqiy Osiyo, Filippin, Malayziya va Indoneziya. Malayziyada Xitoy tili rasmiy ravishda ba'zi davlat maktablarida majburiy fan sifatida kiritildi. Bu esa mahalliy aholi o'rtasida noroziliklarga sabab bo'ldi. Filippinda 2018-yil maktablarda Xitoy tilini majburiy chet tili sifatida joriy qilish taklif qilingan, lekin jamoatchilik noroziligi tufayli bu dastur to'liq amalga oshmadi. Agar Xitoyning O'zbekistondagi iqtisodiy va madaniy ta'siri ortib boraversa, bu ta'lim tizimimizga albatta ta'sir qiladi. To'g'ri, biz bu darajada qo'ymasmiz deydiganlar topiladi. Agar oldini olmasa, eshshi bo'lganimizni ham bilmay qolamiz. Bu gapimga Shri-Lanka 100 tali isbot. Dastlab bosim bo'lmaydi, ixtiyoriy kurs sifatida kirib keladi, lekin vaqt o'tishi bilan bu talab sifatida shakllanadi. Davlat va xususiy maktablarda majburiy o'rgatilish kiritilishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu hamkorliklar noto'g'ri yo'nalishda rivojlansa, O'zbekiston o'z mustaqilligini yo'qotishi mumkin. Endi asosiy mavzu va muhim savol. Biz bunday xavflarni oldini olish uchun nimalar qilishimiz kerak? Albatta, fikringizni kommentariyga yozing. Meni fikrlarim esa quyidagicha. Xitoy yirik investitsiyalar kiritayotgan bo'lsa ham O'zbekiston barcha infratuzilma loyihalarini faqatgina Xitoyga bog'lab qo'ymasligi kerak. Alternativ manbalar ham topish kerak. Turkiya, Janubiy Koreya, Yevropa Ittifoqi va AQSh bilan hamkorlikni kuchaytirish. Bunday investitsiyalar faqat Xitoydan emas, balki turli davlatlardan kelishi kerak. Xalqaro moliya jahon banki bilan ishlash. Bu O'zbekistonning faqat Xitoyga qaram bo'lib qolishiga yo'l qo'ymaydi. Mahalliy investorlarga imkoniyat yaratish. Davlat va xususiy sektor o'z loyihasini o'zi moliyalashtira olishi uchun sharoit yaratish kerak. Misol, Hindiston va Vyetnam Xitoy sarmoyasini qisman cheklab, AQSh va Yevropa bilan investitsiya loyihasini kuchaytirdi. O'zbekiston ham bu yo'ldan borishi kerak. Xitoydan olinayotgan qarz nazorat ostida bo'lishi kerak. O'zbekiston Xitoydan yirik miqdorda kredit olishdan oldin bu kreditlarning shaffofligi va qaytarish shartlari bo'yicha qat'iy choralar ko'rish lozim. Qarz olishda ochiq shartlar bo'lishi kerak. Shartnomalar jamoatchilikka ochiq bo'lishi va ularning natijasi oldindan prognoz qilinishi kerak. Bir narsaga hayron qolaman. Ko'pchilik даже O'zbekistonda qancha qarzi borligini bilmaydi. 2025-yil 1-yanvar hisobotiga ko'ra O'zbekistonda tashqi qarzi 40 milliard 200 million dollardan oshdi. Biz qarz bo'lganimizdan keyin qarzimiz borligini bilamiz. Lekin nimaga olingan, nimaga ishlatilgan, bu narsalar izlanishi kerak bo'lgan masala. To'g'rimi? Mavzudan chetlashmaymiz, Xitoyliklarni nazorat qilish kerak. Shri-Lanka yoki Afrika mamlakatlari kabi qarz tuzog'iga tushib qolmasligi uchun qarz miqdori va shartlari puxta o'rganilishi kerak. Xitoy yoki boshqa davlatlardan olingan qarz mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Misol, Malayziya hukumati 2018-yilda Xitoy bilan 20 milliard dollarlik loyihani qayta ko'rib chiqib, ortiqcha qarzga botmaslik uchun shartnomalarni qayta tuzdi. Mahalliy ish o'rinlarini himoya qilish. Xitoy kompaniyalari O'zbekistonda loyihalar amalga oshirayotgan bo'lsa, ish o'rinlari mahalliy aholi uchun yaratilishi shart.
Yirik Xitoy kompaniyalari loyihalarida kamida 70-80% o'zbekistonlik ishchilar ishlash kerak, yuqori lavozimlarda ham. Misol, Indoneziya va Filippin Xitoy investitsiyalariga mahalliy ishchilar uchun majburiy kvotalarni kiritdi. Bu esa mahalliy bandlikni saqlab qolishga yordam beradi. Xitoyning boshqa mamlakatlarda yirik yer maydonlarini sotib olib, uzoq muddatli nazoratga ega bo'lish tajribasidan saboq chiqarish kerak. O'zbekistonda faqat mahalliy fuqarolar yer sotib olishi mumkinligi qonun bilan mustahkamlanishi lozim. Xo'jalik yerlari davlat nazoratida bo'lishi. Xitoy yoki boshqa xorijiy investorlar O'zbekistonning qishloq xo'jalik resurslarini egallab olishining oldini olish uchun yuridik choralar ko'rish kerak. Misol, Qozog'iston 2016-yilda Xitoyga yer ijaraga berilishi mumkinligi haqidagi qarorni bekor qildi. Chunki yuqorida aytganimizdek, xalq bunga qarshi chiqdi. Madaniy va ta'lim ta'sirini cheklash. Xitoy ta'lim tizimiga ta'sir qilish uchun Konfutsiy institutlarini va madaniy markazlari orqali o'z mafkurasini tarqatishga harakat qiladi. Bu jarayonni nazorat qilish kerak. O'zbek ta'lim tizimida Xitoy tilini majburiy o'qitishga yo'l qo'ymaslik kerak. Mahalliy o'quv dasturlarida milliy qadriyatlarni saqlash muhim. Xitoy texnologiyalari orqali ma'lumotlar yig'ilishiga yo'l qo'ymaslik uchun maxsus qonunlar qabul qilish kerak. Misol, Hindiston 2020-yilda Xitoyning Konfutsiy institutlarini yopdi va Xitoy tilining ta'lim tizimiga ta'sirini chekladi. Demak, biz Xitoyliklar bilan hamkorlik qilishimiz mumkin, lekin shartlar bizning milliyligimizga to'g'ri kelishi kerak. Mahalliy ish o'rinlarini himoya qilish. Agarda ular o'zi qurgan zavodlarga o'zini ishchilarini olib keladigan bo'lsa, mahalliy aholi qiynalishi mumkin. Sababi ular katta pul evaziga katta miqdorda zavodlarimizni sotib oladi va bizni bozorimizni sindirishi aniq. Natijada tadbirkorlarimiz bankrot bo'ladi va ko'pchilik ishsiz qoladi. Agar ishchilarni olish masalasini cheklab qo'ysak, bunaqa muammolar bo'lmaydi. Yer sotilishini oldini olish va ta'lim tizimini mustahkamlash. Bular O'zbekistonning mustaqilligini saqlab qolish uchun eng muhim choralardir. Tarixiy kontekst nuqtai nazaridan qiziq fakt. Amir Temur Xitoyga yurish qilishni rejalashtirgan va 1405-yilda shu yurish oldidan vafot etgan. Xitoyning hozirgi harakatlari tarixiy qasos shaklida bo'lishi mumkinmi? Bu g'oya ayrim nazariyalar uchun asos bo'lishi mumkin. Amir Temur hayotining so'nggi yillarida Xitoyning Min sulolasiga qarshi yurish rejalashtirgan. Uning maqsadi Markaziy Osiyo va Sharqiy Turkiston, hozirgi Shinjon hududlarida Xitoy ta'sirini kamaytirish bo'lgan. Biroq yurish boshlanmasidan oldin vafot etgan. Xitoy bugungi kunda harbiy bosib olishdan ko'ra iqtisodiy va madaniy ta'sir orqali mamlakatlarni o'ziga qaram qilish strategiyasini olib bormoqda. Xitoy bir kamar bir yo'l loyihasi orqali O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlariga katta miqdorda investitsiya kirityapti. Infratuzilma loyihalarida faol qatnashayotgani aynan shunday yo'llardan biri. Savol tug'iladi: bu tarixiy qasos shaklidami yoki oddiy iqtisodiy hiylami? Xitoy tarix davomida ko'plab hududlarni o'z nazorati ostiga olgan, xususan Sharqiy Turkiston, hozirgi Shinjon, Tibet va Janubiy Xitoy dengizidagi orollar. Markaziy Osiyo Xitoy uchun strategik jihatdan muhim hudud, chunki bu mintaqa Rossiya va Yevropaga chiqish eshigidir. Agar tarixiy xotiralar ustida siyosat yuritilayotgan bo'lsa, Amir Temurning Xitoyga yurish niyatiga javoban Xitoy bugungi kunda Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini oshirishga harakat qilayotgani ehtimoldan xoli emas. Chunki tarixda katta imperiyalar o'zining eski dushmanlariga nisbatan uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqqan. Quyidagi sabablar bunga asos bo'lishi mumkin. Tarixiy xotira va Xitoyning uzoq muddatli siyosati. Xitoyning tarixiy siyosati uzoq muddatga asoslangan. Ular ko'plab imperiyalar bilan uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqib, o'tmishdagi tahdidlarni unutmaslikka harakat qilishgan. Amir Temur Xitoy uchun katta xavf bo'lgan. 1404-yilda u Min sulolasiga qarshi katta yurishga tayyorgarlik ko'rgan, lekin vafoti tufayli bu reja amalga oshmagan. Ammo yurish amalga oshganda Xitoy tarixida katta o'zgarishlar bo'lishi mumkin edi. Xitoy o'z tarixiy dushmanlarini nazorat ostiga olishga harakat qiladi. Masalan, Mo'g'ulistonni, Chingizxon avlodlarining vatanini nazorat ostida ushlab turish va u yerda qattiq siyosat yuritish bunga misol bo'la oladi. Markaziy Osiyo ustidan nazoratni mustahkamlash istagi. Amir Temur imperiyasi Xitoyning Markaziy Osiyodagi ta'siriga katta zarba bergan. Bugungi kunda Xitoy bu hududlarni iqtisodiy va siyosiy yo'l bilan o'ziga qaram qilishga harakat qilmoqda. Xitoy Ipak yo'li loyihasi orqali mintaqada o'z hukmronligini kuchaytiryapti. U Markaziy Osiyoga katta investitsiyalar kiritib, davlatlarni o'ziga bog'liq qilishni istaydi. Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta sarmoyalar kiritib, ularni iqtisodiy nazoratga olish Xitoyning yangi strategiyasiga aylangan. Qasos strategiyasi nazariyasi. Geosiyosiy tahlilchilar fikricha, Xitoy o'z tarixida yirik tahdidlarga javoban uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqadi.
Amir Temurning yurishi amalga oshmagan bo'lsa ham, Xitoy tarixan unga qarshi ehtiyot choralarini ishlab chiqqan bo'lishi mumkin. Bugungi kunda harbiy yurishlar o'rniga iqtisodiy ekspansiya eng kuchli qurolga aylangan. Xitoy Markaziy Osiyoni iqtisodiy va madaniy jihatdan egallash orqali Temur avlodlari bo'lgan hududlarni nazorat ostiga olishga urinishi ehtimoldan xoli emas. Xulosa qilib aytganda, Xitoy tarix davomida o'ziga kuchli xavf solgan davlatlarni aslo unutmagan. Ularni nazorat qilish uchun yillar davomida turli xil strategiyalarni qo'llab kelgan. Bugungi kunda Xitoy Markaziy Osiyoda o'z ta'sirini kuchaytirayotganining bir sababi bor. Bu hududlar tarixan Xitoy uchun xavfli bo'lgan. Hozirda iqtisodiy va madaniy kuch bilan o'z nazoratiga olishni istayotgan bo'lishi mumkin. 2016-yilda Xitoy Tojikistonda o'zining maxfiy harbiy bazasini qurgani haqida birinchi ma'lumot paydo bo'ldi. 2021-yilda Xitoy Tojikiston hukumati bilan yangi harbiy inshootlar qurish bo'yicha kelishuvga erishdi. Rasmiy Pekin bu bazani terrorizmga qarshi kurash uchun yaratganini aytgan. Ammo Xitoy askarlari Tojikistonda uzoq vaqt qolib ketishi mumkin degan xavotirlar mavjud. Savol tug'iladi. Xitoy ertaga O'zbekiston yoki Qozog'istonda ham harbiy baza ochish taklifini kiritishi mumkinmi? Xitoy dunyodagi eng yirik armiyaga ega bo'lib, 2 milliondan ortiq harbiy xizmatchisi bor. So'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlari bilan harbiy mashg'ulotlarni ko'paytirgan. Xitoy harbiy texnologiyalarni sotib olishni taklif qilmoqda. Bu esa uning ta'sirini yanada kuchaytiradi. Masalan, 2019-yilda O'zbekiston Xitoydan zamonaviy harbiy dronlar xarid qildi. 2022-yilda Qozog'iston va Qirg'iziston Xitoy bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirdi. Kelajakda bu davlatlar harbiy texnikaga bog'liq bo'lib qolsa, Xitoy ularga o'z shartlarini qo'ya boshlashi mumkin. Agar Xitoy mintaqamizda o'z armiyasini kuchaytirsa, bu harbiy suverenitetimizga tahdid solishi mumkin. O'zbekiston hech qachon har qanday davlatning harbiy bazasiga ruxsat bermagan, lekin Xitoy bosimi kuchaysa, bu o'zgarishi mumkin. O'zbek xalqi ming yillar davomida ko'plab bosqinchilar, imperiyalar va mustamlakachilarga qarshi kurash olib borgan. Bugungi kunda ham millatimiz tarixiy ruhiyatini saqlab qolish va yangi tahdidlarga javob bera olishi kerak. O'zbek xalqi har doim mustaqillik uchun kurashgan. Jaloliddin Manguberdi, Chingizxon bosqiniga qarshi mardonavor kurashgan buyuk sarkarda. U o'z vatanini himoya qilish uchun jon fido qilgan va so'nggi damgacha taslim bo'lmagan. Amir Temur dunyodagi eng qudratli imperiyalarni tormor etgan. Biroq Xitoy bilan kelishmovchiliklar bo'lsa ham, ularga bo'yin egmasdan va yurishga tayyorgarlik ko'rgan. Shayboniyxon va Bobur Markaziy Osiyoda mustaqil davlatlar barpo qilish uchun harakat qilgan. Bu shuni ko'rsatadiki, O'zbek xalqi hech qachon mustamlaka yoki boshqa kuchlarning tobe davlati bo'lishni istamagan. Xalqimiz mustamlakaga qarshi kurashgan. Rossiya imperiyasi bosqini 19-asrning oxiri 20-asrning boshi. Turkiston xalqlari o'z erkinligi uchun mardonavor kurash olib bordi. 1991-yilda O'zbekiston mustaqillik uchun kurashib, o'z tarixini qayta tikladi. Xalqimiz doimo mustaqillik uchun jon fido qilgan. Bugun ham har qanday tahdidlarga qarshi tayyor bo'lish kerak. Bugungi kunda tarixiy ruhiyat qanday saqlanishi kerak? Yosh avlod Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi va boshqa milliy qahramonlarimizni unutmaslik kerak. Ularni faqat tug'ilgan va o'lgan yili haqida emas, ularni dunyoga o'tkazgan ta'sirini bilishimiz kerak. O'zbekiston xalqi hech qachon mustamlakaga rozi bo'lmagan. Tariximiz shuni ko'rsatadiki, biz har qanday tahdidga qarshi tura olamiz. Hozirgi kunda ham iqtisodiy, ham madaniy, ham harbiy kuchimizni saqlash bu bizning vazifamiz bo'lishi kerak.